Assalomu alaykum Hilokom guruhi a'zolari. Mana biz Farg'ona viloyati Kirgili shahrida armatura zavodiga kelganmiz. Bu yerda hozir kameralarini nima muammo bo'layotganini hozir so'rab bilib olamiz. Assalomu alaykum. Charchamay, yaxshimisiz? Sizmisiz? Nima muammolar bo'lyapti? Muammolar shu kameralar qo'yilgan edi, ko'rsatmay qo'ydi. O'shani ko'rib bersalaring deb chaqirdik. Bunda hozir ko'rib, tez orada muammongizni hal qilib berishga harakat qilamiz. Mana hozirgi zavodimizda ozgina kameralarida nosozlik paydo bo'lgan. Buni hozir tez vaqtlarda buni bartaraf qilib, yana o'z o'rniga qaytarishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib boringlar, video davomida qo'yib boramiz. Mana Hilokom jamoasi hozir bu yerga kelib muammo bartaraf qildi. Buni qanchalik bartaraf bo'lganini o'z egasidan eshitib olamiz. Tog'a, assalomu alaykum, yana hurmatda. Mana hozir kameralaringizdagi muammolarni hal qildik. Sizga qanchalik mamnun, qanchalik to'g'ri keldi? Ishlariga ajoyib, ishlari gapsiz bo'lishi mumkin emas. Mana shu aloqaga chiqsalaring, hamma yoqni bartaraf qilib, o'zlari ishlariga puxta ekan. Ishlariga gapsiz bo'lishi mumkin. Klientlarga qanaqa bir tavsiya berasiz bu? Aloqaga chiqsalaring, adashmaysizlar. Boshqa mamnunmisiz? Ha, mamnunmiz. Allohga shukr. Rahmat, sog' bo'ling, rozi bo'lasiz, mehnatimizdan rozi bo'ling. Biz rozi, sizlar rozi bo'ling. Sog' bo'ling, rahmat. Sifatli. Sifatiga gapsiz bo'lishi mumkin emas.